Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joyida yashayotgan aziz qarindoshlar hammanglarga fidoyi do'stinglar Ahmad Qashqaridan o'tli salom oliy ehtirom. Bugun diqqatinglarga Uyg'urlarga aloqador Sharq Turkistonliklarning istiqboliga aloqador bo'lgan uchar va axborotlarimizning omborlashish, ya'ni bu jihatda arxivlashtirish haqidagi bir yangi proje bilan tanishib chiqish haqida sizlarni yangi uchurlar ta'minlaymiz. Ekranımızda uzun yıllardan beri internet ve kompüter sahasida özü aldığı xas tədqiqatla şoğullanıp kelayotgan Ömercan Böğrü qarindishimiz var. Assalamu alaykum, hürmetli Ömercan. Ve aleyküm assalam. Hoş geldiniz. Rahmat. Allah razı olsun. Uzun bo'lib ketdi. İnternet sahasida nurg'un narsalarningki yo'qolib ketayotgan insanın g'armisilib saqlab olinmaganligimiz tufaylidan ko'ngilsizliklar paydo bo'layotgandek ahvollar hali ko'p ko'ngillarni yerim qilgan ahvollar bor edi. Bugun siz bilan paranlashish orqali ba'zan masalalarga yangi yo'l chiqqanligi va texnik jihatdan bu ishlarni hal qilib bo'lganligining uning qisqa yo'li borligi haqidagi uchurlarni anglagandan keyin xalqimiz bilan bir o'rtoqlashib baqsaq deb ekranga kelgan bo'ldik. Xo'sh, gapni sizdan anglayli. Qanday qilib oldidan bu xayol keldi? Andan keyin bu agar bugungi bu program ro'yab chiqqan taqdirda dushmanlarimiz bundan foydalanib ketish ehtimolligi bormi? Agar bog'lab qolsa programni qilmaymiz. Yo'q bo'lib qolsa texnik jihatdan bo'lmay qolsa program davom qilsak bo'ladi. Rahmat. Yo'q. Bu mana texniklik jihatda mesela Xitoyninki yıllardan beri en başında vatan içidikiline tazlip etti. Vatan içidiki Uygurlarga dair kitaplarını tosip etti, çıkıp aldı. Uygurca kitap saklığını için bir şey kaplık kepketke Uygurlu var. Bunun misalını ben demesem mi? Köpçülük bölüdü o. Ondan başka hazır Xitoy internetdeki Uygurca bir kısım narsalarni yo'qotib bardi. Bu yo'qotish sebebi tufayli hem de hazır bizim kelajak qarta Uygurlar, bizning ko'p Uygurlar asallar o'ylaydi, zulm, Xitoy zulm silyapti, kimli Uyg'ur kampda nechisi turmida uras. Zulmdan boshqa millet kelayotgan tahdid, zulmdan boshqa millet kelayotgan tahdid, bu mu nimasi chiqdi toza yuqori pallaga chiqib ketdi. Endi hozir masalan Uyg'urcha kitob bo'g'ini ayni vaqt Xitoy o'zi ruxsat qildi, o'zi bosdi kitobxon nashriyatini, endi kitobning xapligi bilan buni ilib. Endi Uyg'urlarning bir narsasini inim qo'yib. Shunga men aslida mening bugungi nim qilmoqchi bo'lgan narsa burun 2007-yili masalan 12 yilning oldida 2006-yili YouTube'ni Google setib oldi 1 milliard 600 millionga. Men shu vaqtda diqqatim tortdi, voy bu yangi bir to'rbetni men bilmay ko'rayotgan bu shuncha ulamatni pul ulandiganda bu haq nima qildiganda deb bir ashuna nimam bor qiziqib qolgandim. Keyin andan keyin qiziqib jiqrak izlanib bundaq prinsip yo'llar qarab nima qilib baxtim. U vaqtida vatanda ichildi YouTube. Keyin Xitoy to'sib etdi uni. YouTube, Google nimadan chiqib ketdi, Xitoydan chiqib ketdi degandek ishlar bo'ldi. Shu vaqtida mening esim kelgani, kallam kelgani, acaba shuna qilyotdi. Bu qarasak ba'zi narsalar shikoyat kelsa o'chirib ketadiki, bu o'chirmasa mush yo'qolib ketaveradigan ish bo'lamdi degan narsa kallam shu vaqtda kelgan 2007-yili. Andan keyin ko'p izlanib buni cho'qim bir yo'l nim qilib deb chiqish kerak ekan. Va uzun yillar davomli mushuning yo'lini tutib
qo'shimcha part time ashning yo'lini tutib mengayverib anandekin mush programmaning nimasini bugungi kunlikka holatga buning bir ziyni bo'lamdi desangiz ziyni bo'lmaydi. Nima ziyni bo'ldi? Xitoy zaten Uyg'urlarga oid hamma narsani yo'qotib yetib bordi. Mening yo'lam o'ylaydiganim Uyg'ur xalqi buni bilishi kerak. Bütün Uyg'urlarimiz buni bilishi kerak. Nurg'un Uyg'urlar ishoninglar, nurg'un Uyg'urlar buni tushunmaydi ekan, chunqur his qilmaydi ekan. U ko'nglidan balkim o'ylaydigan-da, ammo tafakkurda tutib shunaq bir yo'qolish bo'lyapti-da, bizning kelajagimiz nima bo'ladi degan narsaga kelmaydi ekan. Uning uchun bugungi kunlik hamma narsani bir chetga qarib qo'yib turib, bugun eng muhim narsa cho'qimlikni shuni davomlashtirish va vujudga chiqarish lozim endi. Shunga buning bir ziyni bo'lmaydi. Ziyni men bilaman, bundaq bir uchur ambaga detbasiga hammadan qiziqdi. Uyg'urlarmi qiziqdi, Xitoymi qiziqdi? Xitoy bakrak qiziqishi mumkin. Ben bunu düşünüme bilime. Uygurlar mı kız? Ama bilinlikenki şunun için ben fakat umum nimesinle gösterip birime ikiranga fakat umum kanuniyetlerini alaydıklarını nimeleri. Ama muhim boğan neslerine göstermeyme. Muhim boğan neslerini sözlemeyme, demeyme. Ama kerak bo'lgan narsani so'zlayman. Shunda bo'lganda bir nimis bo'lmaydi, zin bo'lmaydi, Xitoy ishini qiladi. Inshaalloh. Endi buning bir yangi bir texnik ekanligi deyilyapti-da. Bu bir yangilik edi. Uzun yillik tajribalarimdan hosil bo'lgan izlanishlarning natijasi degan shakldagi bir ifoda bor o'tirda. Buning qarta Qağın balla qarindaşlar, yani körülmeler özü belgili son. Sizin vaqt biraz qısqa degan gap bo'ldi. Shunda bevosita asla temaga o'tsek, men nimani aytgay? Bo'ldi. Men buni men tushunishim kerak bo'ldi ekan. Ben bunu mandaq bir tushuntirib nim qilib beray. Şu vaqtlarda şu 2007-yillarda şu kallam keldi. Chunki bir narsani bilinglar, men beshitma tartib nimasi bo'yicha deb beray. Birinchisi bu kelib chiqish, men shundaq bir programma kelib chiqish nimasini so'zlab beray. Ikkinchisi texnikalik detallarga kiraylik. Üçüncüsü kerak bo'lgan va xalqqa qandaq nemis bo'lganini so'zlaylik. Oxirisida vaqt bo'lsa savol javob qilamiz, ammo bugun men aldirayman. Berib qizim maktabga aytilishim kerak bo'ldi. Shunga 1 soatdan sal ortiq 1 soat 15 minut atrofida vaqt bor. Vaqt bek qisqa, shunga qiz aldirayman men. Mush qilib. 2007-yili shuningdek bir o'yiq kelgan. Bir narsani bilinglar, Google bir tijoriy shirkat. U bir davlat emas, u bir hukumat emas, u bir tijorat shirkati. Google YouTube'ni va Google serverini va shuning o'xshash Google'ning bigog taqtiyotgan, ya'ni qumdek narsalarni bigog berdi dunyoga. Bunun aşna g'olliqroqning birisi shu masalan shu YouTube, masalan Android ko'p narsalar bor. Endi bundaq bir narsada ahvolda har bir shirkatning o'ziningki mustaqil bo'lgan o'zining bir prinsiplari, guideline, prinsiplari tutgan yo'llari, nimalari bor. Buningda masalan mandaq nim qilmaysa, mesela copyright qilgan bir narsalarni chiqarmaysa, yani boshqalarningki nashr huquqiga daxl qilmaysan, nashr huquqiga daxl qilmaysa, qandaq qonliq bir narsalarni ko'rsatmaysa,
violent dedilaqa aşnaq dəhşət nəslərini qılmaysa degan bir qator bir nimaları var hamda. Hamda bunda avvalda şu vaqtida mening kallam kelgan ma'qul uni tushunishga bo'ladi. Ani ko'chirib nim qilib qilmaysa deb. Lekin hadi deylik şu vaqtida mening Uyg'urcha kallamda o'ylagan narsam shu bo'ldi. Lekin ba'zi haqlarni, haq amaliyotlarni ko'rsatsa buning qarta agar mandaq bo'ldi deydigan bo'lsa, bu yo'qolib ketish ehtimoli bormi degan savol shu vaqtda kallamga kelgan. Shundan keyin ko'p izlandim, ko'p izlanish jarayonida andan keyin mushunaq bir narsa hosil qilishning zaruriyatini tushundim va shuningga bosh ishni boshladim. Aslida buning izlanib mushunaq yo'lga kelishiga nima sababdi desanglar, aslida 2004-yil men Turkiyadagi vaqtimda bir program yozgandim. O vaqtda ish bir necha Uyg'ur torbetdan xabarlarni yig'ib ekilib, etlab o'zimning torbetida ko'rsatib berdi, avtomatik holda. Mushunaq bir narsa yozgandim. Şu vaqtida men ashuna xabar men yana shu vaqtida men bir nimada shu internet qilishga tegishli va mumkinchilik bo'lgan ishlar dunyo qurultining torbet nimasini qilishga webmaster izlab nim qilgan vaqtida shu vaqtida men bir muncha list narsalarni o'tirib qo'ygan va men shuningki hammasini deganni aynan qilib keldim. Buning ichidami ashuna videolar va xabarlar va tutashgan taqtish ilish degan narsalar gaplar bor. Şu 2004 şu ishdan keyin bir necha yillik tajriba bo'lib qolibdi ekan. 2007da bu kallam keldi. Şu uzun men bir narsa boshlayman desam cho'qim tigi bilan tushunib eng beshidaliqqa plan qilib olaman. Shuning bilan boshlagan 2008da boshlagan. U davom qildi. Uni u vaqtdagi YouTube'ning texnikasi bilan hozir YouTube'ning texnikasi tubdan o'xshamaydi. YouTube dunyoviy serverlar davomli o'zining texnikasini o'zgartirib turdi. Davomli bir narsani farq chiqarib nim qilib turdi endi. Shuning sababi bilan anadagi bu ko'paydi Google'ning nimasi men diqqat qilishga boshlab nim qilib video mushuna YouTube'dagi Uyg'urlar munosabatli bütün video nimalarni o'zimizninki bir qo'lida arxivlashtirib bir server qilib ash indeksini ashnaq bir shaklda nim qilish zaruriyatini dastlabda anda o'ylab his qilgandim. Keyin qarasak Xitoylar masalan shikoyat qilsa o'chirib ketadi ekan. Google o'chirib ketadi. Chunki ko'p odam shikoyat qilgan vaqtida Google'ning prinsipi o'zining prinsipini tutib mangmasa insonlarning ya'ni Uyg'urlar emas, bu yerda boshqa millatlarning butun insonlarning kullanıcı yani user'ning Google'ga bo'lgan ishonchsiz ta'siri deb cho'qim o'zining prinsipini qat'iyan shaklda chiqib turdi. Bu shunaqa avval aslida unda bo'lsa biz qanday qilamiz bir chiqish yo'li shu vaqtda kallamda shunaqa bir narsalarni o'ylaydim. Shuning bilan bu necha yil ashunga harakat qilib yurib oxirisida degan programmani bitirib tursam Google yan shaqqidlan boshqa bir narsaga o'zgartirib versiyonni o'zgartirib ekilib mening bir muncha yozgan kodimning ko'p qismi ishlayverdi ular. Aning ichidagi net funksiyalarini nimasini o'zgartirib qaytadan nim qilib ishlab chiqishim to'g'ri keldi. Ashuna qilib xil uzun mezgil uzun yil aplashdim va shu jarayonda uni bir to'plab sistemlashtirib bir ishga yaraydigan bir holga etilishini xiyol qildim va qildim qo'shimcha part time ashuna nim qilib. Buning ham necha yillik emgak. Shuni buningda bu nima desanglar, mayli xabardan bo'lsin, mayli videodan bo'lsin, bizga Uyg'urlar kerak bo'lgan narsalarni bir yerda tutish. Mushnaq bir narsani nim qildim, xiyol qildim. Ve ahirisida shuning bilan aplashib yurib
nim qilib bitirib chiqardim. Shundan keyin shu iliq videolarni yig'ib necha yil shunaq nim qilib yurib bir vaqtida qarasam 2015-yil men oxirgi qatim kod yozishni to'xtatdim shu vaqtida. Chunki qizim autizm bo'lib diagnoz qo'yilgandan keyin butun ishim diqqatimni men balam bilan markazlashtirib, shuning bilan boshqa ishlardan mumkin bo'lishicha bir mezgil qo'limda tatib turishga majbur qoldim. Chunki amalim yo'q shu vaqt butunlay ashna nim qilib. Shu vaqtda to'xtatib ketgan kodni oxirgi qatim kod yozish nimasini. Undan keyin men shu qo'shimcha lekin shu skan qilib YouTube nimasini shu Uyg'urlar munosabatli uchur bijimini to'plab sistemlashtirib nim qilishni davom qildim. 2016-yilga kelgan vaqtida undan keyin uni to'xtatib tashlab qo'ygandim. Faqatla hamma narsani to'xtatib muzlatib qo'ydim. Chunki bu Uyg'urlarga biz shuni men o'zimdan qilaverdikanman. Uyg'urlardek ba'zi narsalarga men qo'sha olmayman. Nurg'un ishlar bor bu yerda, haqsizliklar, nurg'un qalamqanchiliklar, nurg'un gumonliq ishlar bor, nurg'un ishlar bor. Shuningdan keyin men faqat to'xtatib etdim. Endi keyin buni 2017-yilmiki, 2018-yilmiki toza aniq esimda qolmadi. 2017 yo 2018-yil bo'lishi kerak. Bir chaqda bir Erkin Siziq efendimning yozgan bir nimasini ko'rib, diqqatim tortaliqa Xitoylar ba'zi to'rbatlarni o'chirib etdi, bizning vatandagi to'rbatlarni butun o'chirib etdi. Shuningki vatandagi to'rbatlarningki arxiv internet arxiv deb arxiv organning shuningda qolgan bir narsalarni ilib chiqish nimasi to'g'risida men qarab, chunki mening qilayotgan ishim shu. Ya'ni boshqa yerdan to'plab yig'ib kelib Uyg'urga munosabatli narsaning nimasini qilish. Shu vaqtda bir fikr ilim qilgandim men. Buni men yillardan bir qilyapman. Shunaqa qo'limda shu vaqtida 100 mingdan ortiq faqat Uyg'urlar deb Uyg'ur deb tanlangan users ning 100 mingdan ortiq videosi bor. Aslida bu videoning umumiy soniga qarasanglar 2016-yildagi oxirgi qatim grab to'xtatib etgan vaqtimda 1.400.000 necha ming video. Men u munosabatlik related dedim, munosabatlik bo'lganning hammasini yig'ib kelib olgan. Uning ichida ba'zi masalan ishlatgan texnikalda masalan ba'zi keyword so'zlarninki masalan o'xshib ketadi. Bizda bor ba'zi so'zlar o'zbeklarda bor, bizda bor so'zlar hindistonliklar bor. Men anglanglar. Ya'ni bir narsa izlasanglar, Google aniq determin qilmagacha sizlarni nim qilib aralash hammasini aralash nim qilib ko'rsatib beradi. Ya'ni shuning o'xshash ana aralash bir narsalar bo'lib qo'shilib, ashunaq 1.450.000 ashunaq video animasi bor. Endi ular unda tugmaydi, cho'qimlik men ularga nim qilishim kerak. Replishim, faqat Uyg'urlarga nim qilish kerakligini tanlab chiqishim, ashunaq bijim qilishim kerak. Shunlar avtomatik holda nim program nimasi bo'yicha to'liq detay nimasi bo'lib ketmaydi. Amerikan 90-190% to'g'ri, 10% xatolik nimasi bilan ashuna qilib chiqib ariblam o'chirib etdim. Qarasam 700 necha ming chiqibdi. 700 necha ming. Shunda bo'lgan chaqda hozir sizlar 12 yil ilgari boshlagan internet dunyosidagi bo'ladimi Google shirkatininki ana motordagi o'zimizning istiqbolli, ya'ni o'zimizningki xalqining ishlab chiqargan materiallarini bevosita suzib ola oladigan bu programmani men mana shunday tushundim agar xato bo'lmasa. To'g'ri. Shuning o'zini bir xalqimizga bir tushuntirilib, qanday suzib oladi. Hozir biz buni suzish orqali nimaning oldini ola olamiz? Ya hozir shuni tushundirman. Shuning bilan 700 necha ming video qoldi.
Ondan keyin onunki yana boshqa bir nima bilan to'liq o'chirib etmay turib, boshqa bir filtr bilan chiqarib qilayotganda 390 ming, 400 mingdek nima qilibdiki, uning ichini oldi keyin bo'lib, qolgan kam qolgan yasini ilib 420 ming atrofida nima qolgan. Endi buningki bizga keraklik mo'yin bo'lgan nima qismini kelsak, qaranglar. Bugungi kunlikda, masalan, shuni deyman, shu vaqtida Xudoga ming shukr, kallam bak yaxshi o'tkir ishlabdi ekan. Haqiqatan hozir men shuni qattiq o'zim his qilg'iliq. Men xalqning nima deyish bilan karim yo'q. Men o'zimni men insonlarga o'xshamaydi. Men o'zim tarozi hisob qilmayman-ku. O'xshash uslubda shu vaqtda nayt o'tkir bak to'g'ri ish qilibdi ekanman. Bugungi kunlikda buning nima uchunligini gapirib tushuntirib bersam, bugungi kunlikda Xitoyning nüfusu qaranglar, chet elda bo'lsin, vatanda bo'lsin, nayt ko'p. Bu Xitoylar bir yerda, masalan, bir qashnoq Uyg'urning YouTube kanallarida bir videoning nimasini ko'rib yoki bir sabab bilan Xitoyning ochiq kelib yoki ashunga dushmanlik qilish maqsadida uning linkini boshqa bir Xitoyning torbatlariga, forumlariga choplab, Xitoyni tashviq qilib turib, hamma odamni shikoyat qilg'izdi Xitoychi. Shuni shikoyat qilg'izayotganda Google kelayotgan shikoyatning ko'pligiga qarab Enandikin Google to'xtatib o'chirib o'tdi ashning nimasi, ashi userninki. Bizning vatanda qanday qiyinchiliklar bilan, qanday nimhollarda sirtqa chiqqan narsani Xitoy ashu xil uslub bilan yo'q etib bordi. Bu ishni men yillar burun deyilib, men bugun ham texnika asosiy qismi o'tib ketsam gapni. Bugun men mush nuqtalarni ko'rsatib beraman. Lekin yana oxirgi bir narsani eskartib qo'yish qiladi. Bu yolg'iz bu emas. Ya'ni mening demoqchi bo'lgan narsam bu programmaning doirasi yolg'iz men bugun ekranda ko'rsatganlar yoki ig'izga olganlar emas. Ig'iz olmaydigan, demaydigan nurg'un narsalar bor, qat'iy shaklda. Shuni eskartib. Endi masalan shuning bilan men videoning nimasini qilib qildim. Masalan, men hozir bugungi kunlikda bugungi kunlikda video mening database sistemda 437.632 dona video bor ekan. O'sha Uyg'urlarga eng yaqin darajada bevosita munosabatlik, eng yaqin darajada bevosita munosabatlik narsalar. Eng yaqin darajada bevosita munosabatlik ve xabardan 55.082 tane Uygurlar, bevosita Uygurlarning xabari. Bu narsalar burun men mush nimani tanqildim, xabar to'plashni Uygurlarga munosabatli ve video to'plashni tanilib borgandim. Bu xabarninkini men xili burun 2010-yillarda to'xtatib qo'ydim, tashlab qo'ydim. Chunki vaqtim yo'qdi, yetishmaydi. Men videoga chiqarib izlanib ketdim. Shuningdek, shu vaqtda to'plangan xabar, ya 55.082 dona xabar shu vaqtdagi. Koni statistika va yangilanmadi bu. Ya'ni qilish kerak bo'lsa, buni yana ishlashim kerak bo'ldi, promotsiya avarchilik. Ammo video 2016-yil to'xtatib qo'yib, undan keyin faqat nim qilmagandim. O'tgan bir oyning oldida Erkinkam deganlik uchun shundan qaytib arxivdan tepib chiqib, shuni bir nim qilib qarsam, buning ichida Xitoy nurg'unlagan Uyg'urlarimizning nimasini o'chirib yetibdi. Ma'ning anglanglar. Shikoyat bilan to'xtatib qo'yib, ba'zi Uyg'urlarimiz o'zi to'xtatib qo'yapti. Bundaq bijmilni Google to'liq detalga kirib bermaydi. Google YouTube kirib siz buni uchirini topolmaysizlar. Lekin men yoqda ko'rib o'tirman hammasini. Kim to'xtab qoldi, kim nim bo'lib o'tirdi. Men hamma narsani kompyuterlashtirib bo'ldi. Ya'ni men ko'rib o'tira olaman.
Bunun içinde vatanda bizim vatandan nim qilgan yaxshi bir ba'zi Uyg'urlar var shunaqa necha ming dona videolarini nim qilib chiqqan. Shuning uchun bak yurkim aytishligini bir Uyg'ur vardı davomli yaxshi videolarni chiqarib turadi. Shuning channel nim qilib ketganiga nihoyat ko'nglim bak yerim. Chunki men davomli takip qilib turayotgan odam-ku. Şuna erkinken agam degandan keyin şuna men qaytadan nim qilib chiqib Pishqurdan bir ayning oldida shu degan ma bir aydan beri mushun Pishqurdan tekshirib kodlarimni kuzatib chiqdim. Burun kodlar udullar ishlamaydi. Hozir YouTube o'zgartirib uni tuzashtirib, yangi nimalarni elib tuzashtirib, shuni bilan qaytadan Pishqurdan mangdirib to'plab mushunaq qilib yurib bugungi kunlikka mesela hozirgi soatda 437.632 tane video bor ekan. Bu qandaq ishlaydi? Masalan, har bir narsaga, masalan, men bu yerda bir misol keltirish uchun, chunki men yerda hozir boshqa muhim uchurlarni ko'rsatmayman. Chunki bu hozir nimada bor videolar bor, YouTube'da bor videolar. Lekin muhim bir narsani ko'rsatmayman, texnikasini ham ko'rsatib chiqaman. Masalan, men bu yoqda mesela Uyg'ur deb tanlangan bir guruh bor. Mening tartibot sistemda. Bundaqdan video chiqarayotgan tanlangandan 1600 dan ortiqroq ki hozir uning netisini Xitoy to'xtatib, yana hozirmi yana shu 1604 qas kunki ko'ginimda ashuna nim qilib ma'vo Uyg'ur deb tanlanmagan, lekin boshqa Uyg'ur deb izlagan masalan Uyg'ur yoki inglizcha yozilishi, manda yozilishi, turkcha yozilishi, Şinjan, Qashqa yoki Urumchi Uyg'ur descriptiondagi, ya'ni mushundaq bir izlagan vaqtida mayaga masalan bizga video adresini, videoning nimasini, tushuntirilishini, vaqtini, ilgisining adresini, tag, har xil mush munosabat hamma uchurning hammasi mana nim qilib ko'rsatib turdi. Bu qachon sistemaga kirgan, qachon update qilgan, qachon nim qilgan, qachon qilgan uzunligi nada, qanchalik nima kirdi, lisensi, aning degan komment qanchalik adam fikr qatnashtirdi video qarta degandek ish qilib, shunga o'xshash ma'lumotlarning hammasini to'plab oldimizga tizib boradi. Hamda tanlashdanki bu izlashning Google motordan izlash bilan farqi nada? Farqi YouTube sizlarga bir narsa izlasanglar, sizning nima ekanligingni uqmaydi. Masalan, sizning kim ekanligingni uqmaydi. Uning uchun siz masalan bir so'zni izlasanglar, ash so'z masalan kim ishlarsa ash so'z keywordlar bo'lsa, ashning hammasini tizib chiqarib beradi sizlarga. Ma o'zimiz qilgan shaklda qilib qolsak, biz ana qaysi bizningki qaysi emasligini o'zimiz arif chiqarib olamiz, ilg'ib olamiz, egrakda o'tkaza olamiz yani. Farqi shuna yani. Endi mayada har bir nimaninki, har bir channelninki nima ilgisininki qanchalik dona mesela mayada men yo'shirib qo'ydim hamda nima ekanligini ko'rsatmaslik uchun, chunki xalqning uchun Xitoy foydalanib ketmaslik uchun faqat Uyg'urlar bilan ko'rsatish maqsadida bo'lgani uchun men yo'shirib qo'ydim uchurlarni. Buningda masalan Uyg'ur deb tanlanganlarning oxirgi qitimqi graf nimasi bo'yicha chiqarib qanchalik nimasi borligini ko'rsatib beradigan komanda bu. Bunun mesela kimninki qanchalik videosi bor.
Məsələn, bu cümlənin uçurunu sizə nima verməydi? YouTube verməydi, Google verməydi sizə bundaq. Ya, kanalın ayrım bir özüge nim qilsanglar qandaq, lekin u yoqda unda bir uçurunu ko'rmaslik YouTube. Lekin men bu yoqda hammasini ko'rib o'tira olaman yani. Qandaq nim qilyapti degan o'xshash videoning soni qachon nim qilgan degandek. Masalan, bu yoqda bir kanalning desa, uchiri. Men mayaqda men yaponcha bilmayman. Mayaqda yaponcha ekan birsiniki uqmayman. Hamda ashunaq nim qilgan masalan uyg'urma desa, yo'q. Masalan, qanchalik video nimasi bor, publikda qandaq bu uchurlarni ma'lumotlar kanalniki. Bu yana o'xshash kanalning bir kanalninki masalan qanchalik darajada shunga doir videosi bor. Shuning uchun men buning eli kelimi. Mayada masalan oxirgi soatda qanchalik masalan update qilgan vaqtining ma farq ma'nodan farq bo'lganining 6 soat tim burunqining listasini bergan komanda buyruqni tushasam, shuning listasini chiqarib berdim. Va hamda masalan ma'valqa masalan bir rasmken masalan ma'ningda YouTube'da sizlarga masalan resim desanglar, bir naqsha desanglar, resimning nimasini bilib beradi. Qaysi videoning qandaq resmi? Alaqi mavzu resimmi? Ya masalan hozir masalan sizlarga ma'ni berday. Masalan ya resimning nima deymiz? Thumbnail deymiz. Thumbnail deymiz. Shuningki nimasi? Shuningki uchiri. Uchur resmi. Masalan men herhangi birisini mayaqdan birisini masalan resim deganda sirtqi qarta YouTube'ning sirtqi qartan bir YouTube turbatdan sanglar her bir videoning ayrim bir ko'rinish resim bor o o'tilgan. Shuningki 6 xil uslubi bor. Uni siz normal YouTube kirganda ko'rolmaysizlar uni. Aslida qarasa 7 yıldızlı 6 xil bor. Shuning muvafiq kelgan sig'imchanlik kichikroq bir resim turini o'zim shu videolar bilan qo'shib nim qilib chiqib. Hamda yana bu yoqda men bir narsani izlayman. Masalan, bu yoqda Uyg'ur deb emas bo'lgan videoga boyiq ko'rsatganimizga o'xshash ekan bu. Shuni o'tkazib vaqtni nim qilish uchun. Masalan, Uyg'ur deb tanlangandan video nima kanaldan video emas ma'lumotlar. İlgisi. Masalan, ilgisida 1597 dana Uyg'ur deb tanlangan nimasi bor ekan masalan. Ma'noga hili kelmas. Men buningga yana ilk ko'rsatib bo'lganni nim qilib versam masalan ma'noda Uyg'urlar deb tanlanganninki 30 kundan burunqi update qilganninki 30 kundan keyingi update qilgan burunqi update qilganninki listasi. Ma'noda bu Uyg'ur deb tanlanganninki yani Uyg'ur ayrim nimasi. Buningda ko'rsanglar yani kimning qanchalik videosi bor ma listga qarang ma yoqda. Kimning qanchalik videosi bor degandek. Bu hozir mana shu nuqta. Ma lista men mayaqda uch ko'rsatib mayaq. Chunki hozir mush sekund ko'rayotganinglar ekrandagi mush sekund desa mana bu uchur Google to'xtatib qo'yganlar. Tushundinglarmi? Google to'xtatib qo'ygan akkauntlarnikini qilyaptim. Ma uchurni siz ko'rolmaysizlar, YouTube bermaydi sizga. Bunda bir şey ko'rolmaysiz. YouTube'dan hozir izlab baxtim. İzlesem YouTube'dan chiqqan uchurda hozir nima chiqyapti?
kanal ismi bo'yicha chiqyotidi. Uyg'ur kanal deb yozsam, Uyg'ur channel deb. Lekin son bermadi. Yo'q, unda nimalar qilmaydi Google yaqinda. Chunki siz uni deysizlar. Ma'lum ko'rib qolaman masalan. Bu hozir uchirlab ketibdi. Uchirlab ketgani uchun hozir men ko'rayotgan ekrandagilar uchirlab ketgani uchun men ochiq ko'rsatyaptim. Lekin bu uchirlab ketgan lista meningcha Google'dan qolmadi. Faqat mening qo'limdan qoldi. Lekin men mayada kimning qanchalik videosi bordi uchirlabgan qaranglar. Eng ichimbek aytishqin o'sha 2450 dona videosi bordi. Bir akkauntning. Bir akkauntniki. Aşağılık Sultan 7153 deganninki. Bu bak esi yaxshi video o'chirib tutdi. Yani tushunsanlar bu odamning aytishadigan narsalar. Hamda manda strategik o'ylanlar. Bugungi kunlik Xitoy 3 million odamni akirib ketdi. Vatandagi Uyg'urcha kitobni yig'ishtirib etdi. Vatandagi torbatildagi Uyg'urcha binolarni tozalab bordi. Uyg'urcha san'at, Uyg'urcha arxiv, Uyg'urcha bu bizimle yoxtu itbağa evvel aslında benim şu içim naat ettiğin noktası muşu. Biz muş özümüzde bağın aslında mı jıgıp saklayıp yani qoğdap kalanmaygan bulap qap qalsak Uygurlar şunu kılanmasa işiningla her ziyali her özünü vatanperver milletperver deyip hesaplaydigan her inqilabçı hesaplaydigan bütün Uygurlar şunga mesullab qalıdı. Okunlar muş narsa çünkü çetelini mi Xitoy muşna qilib yo'qitib bordi. Shunga muşun mening fikrim shun bekor chiqmaydi. Mush sizlar bundaq bir narsani kimning qachon o'chiraldi bu bizning bilmaysizlar, uqmaysizlar sizlar. Faqat egisi bo'lsanglar bilsizlar. Ma'nimida sizlar bu kanalning egisi bo'lsanglar, sizlar bilalaysizlar. O'zingizning kanalni to'xtatib qo'yganlar. Agar siz suiqasd bilan nim qilgan bo'lsa, agar sizlarga suiqasd bilan to'xtatib qo'ygan bo'lsa, dushman bilalaydi. O'ningdan boshqasi yo'q. Ya'ni shunga buni mushnaq davomli kuzatib monitoring nim turish bu zarurda shunga bugungi kunlik demakki, mushundaq vatandan chiqargan mushundaq videolar mushundaq nat için bek etishdi bo'ladi mushundaq. Çok men alaqa jiq bizlarni ko'rgan buniki. Yaxshi bir narsalar var. Yani menda o'chirib ketganlarning listasi bor bu yerda men shunday deb nim qilib o'tmoqchiman yerda. Endi men yerda o'chirib ketgan o'zimni ses YouTube'da o'chirilmagan, lekin o'zimning filtrimdan chiqarib o'tgan, men uni yaxshi o'chirib o'tmabdi ekan. Men yoq qarasanglar mana all from DB 3 DB deleted DB'den o'chirib ketganini yaxshi ayrim bir chetga olib qo'yapman. Shuning ichidami yani mana shunaqa Uyg'urmi bir narsalar bormi deb qarasam, shuningdan bir muncha bir narsalar bor ekan. Shuning ichidami. Hamda men yerda masalan mushunaq bir narsani har vaqt o'yladim. Qanday qilgan vaqtida bütün hamma narsa oldimiz taqlam nim qilib chiqargan vaqtida taq chiqarib qila olamiz masalan-ku, ishlatalaymiz. Men davomli o'ylaydigan narsam mushu. Shunga ma programni men shu vaqtida yozgandim. Shu vaqtida o'ylab buni dastlabda men xabarni yozdim, xabar nim qilganlar. Eningdan keyin videoni qildim, ammo birlashtirma nimasini men demonstration qilib ko'rsatib qarang. Masalan men bir meyada dedim, ma news table'dan ma item name memo ismini, tekstini, vaqtini ve nimesi ismi güzel degan so'z bo'lganini va videodimmi o'xshashlar güzel degan so'z bo'lganini izlab chiqarib berdisem, maya izlab chiqarib berdisem, hozir meyada mesela güzel gap sözde edep bo'lish, güzel ahlakdır, üstlük mavu xabardagi bir narsalar. Ma'ni qarasanglar
bu nimasini ko'rsatib mesela bu radioningki xabar ekan Radio Free Asia. Erkin Asya Radiosu'ningki 2008 yıl 5. ayının 27. günkü xabar ekan. Şunundamış nim bakın muşnaq söz bor ekan. Hamda o'xshash bir narsa hozir biroz mayoq tarafga kelib qarasak, mesela videoninkidanmi nimani ko'ra olamiz yani. Mesela qarasanglar, mesela güzellikdan 3pd.com presents deyil. Mesela Naqshininki videoninki-chu. Mesela bir yer biz nimdep izledik, hozir güzel dedik. Fakat güzel münasebetlik mesela Memiyada ma'nam nimasini ko'rsatib chiqarib beray. Mesela video ID'sini aldım. Güzel degandan keyin mesela 3pd.com taqdim qiladi. Hamda yani bu yerda deydigan noktam yani aldığımız çıktı sizlerde haberden bolsun ya videodan bolsun şuna ama hem de hazır biz hadi kiraylık ben paraklık bir şey kılayız. Sizler bir muhbir edem. Ya ki deylikken mandak channel kılıp kıvatsızlar Ahmetcan. Mesela sizler BBC'de, CNN'de bir çoğun televizyon kanalının televizyon stansının işgansındaki bir görüntü yönetim elemanı bulanlar mesela görünüşün başkuruş nemesi bulanlar. Sizge mesela meyata bir münasebetlik bir haber geldi. Nemiz kemme, görünüş kemmede. Onu ifadeleş noktasından sizge video izleseniz çokum listenle kullanıldı. Bir televizyon stans degandan o'zi chiqqan bo'lsin, yoki sirtdan og'im bo'lsin, bir ko'rinish arxiv narsalar bo'ladi. Masalan-ku, masalan TRT1ninki masalan qo'lida Uyg'urlar munosabatli arxivlar bor degandek, masalan buni o'xshashi CNNda, BBCda degandek-ku. Masalan bu yerda sizga mushna avvalda masalan Qashqarda bizim bo'ldi, masalan Qashqar ekilib xabarni biz meyaqda yani o'xshashlar Qashqar mava ingliz so'z hamda. Qashqar desek, masalan mayaqda Qashqarda mundaq nim bo'ldi, masalan Qashqardagi burunqi nima bozor, masalan Qashqardagi tension ne bo'lsa ancient Qashqar mesela Five Uyghur School'da right in Urumqi executed in Qashqar 5 Urumqi'de 5 edemnin qilgan deydi. Vallahi hava kaza hamda mesela uçur nimasi mesela China Xitoy va Qashqarni taraqqiy qildirmoqchi degandek jumlaning xabarlari. Mesela Silk Road Jipek yo'ldagi Qashqar attacks deyildi. Attacks mesela Qashqarda mesela mandaq bir hujum bo'ldi, qonliq to'qinish bo'ldi degan xabarning nimasi. Shu bu qachon xabar? 2011-yilda. Shunami? Amma ya kelsak mesela Kite Runner trailer Qashqarda ma'luqa mesela Layla Kuchukhdagi bir kino va shuning nimasi. Afg'onistonning kinosi, lekin Qashqarda yakan ishlagan kinochi. Nimasi ko'rinish shuningga o'xshash Qashqar degan so'zni ishlatgan narsa hammamizni oldimizga chiqarib turyotamdi. Ya'ni bundan xabar, video, mana xalsak resimni qo'shish mumkin. Tushundingmi? Resim, magan video shuncha murakkab, u resim texm oson. Ya'ni undan keyin va boshqa kanallar ovoz nimelerini qilib bo'ladi. Yani şunun hammasini bir yerga ikkiga avval ostida qanday shaklda biz sunum qilib foydalana olamiz. Mushaq bir narsa, asl xiyolimdagi narsa mushu. Shuning sababi bilan bundan foydalanib mushaq nim qildik. Masalan, men yoqda hujum qildi debdi, hujum deb izlab boqay. Masalan-ku
hücum. Mesela hücum deb izsek Afg'onistonda hücum qilib nim qildi. Amerika mudofaa ministri qilib hücum bo'ldi. Iroq saqchi boshliq qilib hücum bo'ldi. Uchu buchu xabarlar shunaqa. Aynı hazır misalın özümüzün Uygurca yazıqıda izlep baksak mesela çıkamda. O'xshash. Ha. Ama şu xat cho'qimdiki Uyg'urchilik bo'lishi shart. Uyg'urchilik bo'lishi shart. Masalan men Uyg'urcha yozib qilib beray masalan. Uyg'ur. Shunami? Ashnaqilik. Nega kelib Uyg'ur. Mesela mana ko'rdingmi Marizalda mesela men Uyg'ur radiosi, men Uyg'ur qizi, men videoda men Uyg'urcha ishlatilgan narsa bor ekan. Mening xabar qismi, men faqat yengillikni asos qilgandim shu vaqtida. Chunki mening kompyuterim ostida qarang, u vaqtdagi server nimasi da ba'zi kam narsalar bordi. Mesela hamma tilning ayrim nimasi bo'ldi, ba'zi universallashgan bir narsa yo'qdi serverda. Endi keyin undan keyin nima qilmadim mesela bu yerda videolardan Uyg'ur deb chiqdi, shunami? Mesela bir shaxsni qilib boqing, mesela Dolqun dey. Mesela Dolqun Uyg'ur chizilishma var. Desek mesela Do'qboshkatov Dolqun Ayso mesela deydi. Maya avo xabardan chiqdi. Malaning hammasi xabarlar. Manda uzunliklari xabar. Ma qisqasi 11likka bu video. Mesela bunu da Dolqun desa Dolqun Tursun kelginiga Dolqun Ayso aktivit suhbat mesela Dolqun Ayso mesela mani ekilib ma xabarda mesela Do'qboshkatov Dolqun Ayso yaqin bir qator faoliyatlar haqida debdi mesela ma xabarning detallari 2007 yil 9-26 kun kechda Amerika Qo'shma Shtatlarining Germaniyadagi bosh elchisi William Temkin apandi bilan xon bilan ko'rishgan biznes degan xabar. Yani Aş xabarninki qaysi manbada ekanligini bilib chiqamdi yo saqlagan shaxs. Men bu yerda shu jumlani ko'rsatmaylik. Tamam. Lekin menim keskin depressiya bu Erkin Asiya radiosining mayaqtiman turdi-ku bu yerda qarang. Men keskin shaklda deprem bu Erkin Asiya radiosining. Mesela xabar qaynoq nimalarda mesela xilma-xil turbatlar bor. Ashni birlashtirib turib nim qilish mumkin. Mesela manada qarasanglar mesela manada Erkin Asiya radiosining emasmi? Kendinimi? Bir savol kelibdi. Tilsimat nomli cho'ng tipdagi Uyg'urcha elektronlik qomusining qanday farqi bor debdi. Nima deydi? Tushunmadim. Tilsimat nomli cho'ng tipdagi elektronlik qomusining farqi nima? Hozir sizlarning tushuntirib atgan narsang debdi. Ben ko'rmadim-kan, uqmayman-kan, tilsimat degan qomusni ko'rmadim-kan. Bilmayman. Yani ben ko'rsam de farqida mandaq farqi bor deb men ko'rmagan bilmayman. Ama mesela to'g'ri bo'lsa izlab ko'rib baqsam bo'ladi. Hozir o'ttirib qo'yilayotgan bu plan loyihaninki, bu projeninki masalan yozma nusxasi bormi, ko'rib baqish mumkinmi debdi. Nimani? Yozma nusxasi. Yo'q, program qaynoqni deydi. Yo'q. Program qaynoqni. Yo'q. O nima emas, obchivoy emas. Faqat o'zimiz private nima yani obchivoy. Xo'sh, shunda bo'lgan chog'da bu hozir izlash orqali xohlagan bir ism yoki aloqador ochqichli so'z yoki bo'lmasa xabardagi ma'lum bir so'zni yozish orqali xabar, video
qatarlıq Google motoru yüklengen burunqi və hazır elan qılınıyotgan narsalarni süzüp bereleydi. Aha. Bu qaranglar, men asıl ko'rsatayotgan faqat database qism. Database qism bu sırtqı commercial ticaret nimasi bilan tuzilgan programma emas. Uyg'urlarninki Sharq Turkiston davosiga kelajak qarta bir nimasi bo'lgan foydali bir yo'li bo'lgan holatini shakllantiradigan bir narsani vujudga chiqarish g'oya, siyosiy mudda. Asl shu sabab bilan yozilgan yo'q. Men pul topmay tijorat qilay deb yozgan narsa emas bu. Bu shu necha yillik emgakim ketdi, yilam ketyotdi. Qarasam ketaveradigan o'xshaydi agar men nim qilma deb tursam-chi. Ya'ni demakchi o'g'limda bu faqat biz masalan biz farqini deb beray, men keskin bilimi qomus degan gapidan qaraganda bir söz nimisini toplagan binası o'xshaydi, bir tekst binasini toplagan o'xshaydi. O qomusda xabar munosabatlar binaslar bormi? Onu bilmayman masalan. Video bormi? Onu bilmayman. Masalan, manda qanaqa YouTube'dan bermaydigan uchurning bishimini ko'ra olamsizlar, silishtira olamsizlar, ishlata olamsizlar. Bu bishimni keskin shaklda deyalayman, yo'q. Onun için lekin texniklik jihatdagi qanday nimasi borligini uni men ko'rib boqmadim. Hozir angladim-chi, qomus nim qomus deydi, bir nim qomus deydi. Shuni hamda har bir kanal bo'yicha, masalan, sizning kanallar uch qo'yg'ini uchun mana yo'shirdim binasini. Mas kanallar. Masalan, sizning aloqa jami video nimanglar ben onu qaytib bilmay. Bu bayatın dilayotgan Uyg'urcha qomusninki qisqa tushuntirilishi vakin o'qibaqaymi? İmkon vaqt bormi? Sizning vaqt bormi? Ya az qolmayning vaqti bor. Men ko'rganlar selishtirib olsin. Men agar men qoldirib qo'ysanglar, komment yozib qo'ysanglar, men keyin ko'rib olsam bo'ladi. Maktab qismini ekamsam inkas şekilde uçur linksini kaldırıp da kardeşler. Şu yerden basıp olur. Tamam. Önemli mesela bir kanalın içinde şu kanalındaki videolar mesela şunun mesela sizin demeyeyim mi yani benim ahir kıtımdaki mangdoğa vaktimde update qilgani milliy davayimiz nima qilishimiz kerak degan Necmettin Şerif müşahede to'xtab ekan. Ahir qitim yani ben bunu bir mangdosam belki bundan keyin yo'qlari kimlari qo'shilib keladi degan gapchi. Yani shu nimasini ko'rsatmoqchi bu yerda kelibdi. Masalan, Gollandiya yerimiz bor bo'ldi, Sharq Turkiston nimasi qildim. Masalan, shunga o'xshash ko'niziq yengiziqni sizlar aralashtirib yezib nim qildi ekansizlarmi ya'dichi. Masalan, sizning kanal tutish nimani mushundan Ahmadjon. Ba'zan qisqa mavzular qolib qolsa, Uyg'urchalar latinchisini qo'shib yozib qo'ymaydi. Ama bo'ldi men miyaq ba'zi ishlarni sizga deb beray degan, yili ayrim deb keyin ayrim deb o'tib qo'ya ba'zi narsalarni nim qilishinglar yaxshiroq bo'ladi. Hamda shunga o'xshash bir kanalninki bir user masalan hozir miyada biz misol olganimiz Ahmad Fidoy kanalininki video butun videomiz bu nimada bor bu YouTube'da bor masalanchi bu nima emas hamda bu kanalning ichida masalanchi miyada update qilgan masalan Uyg'ur deb tanlangan lekin robot update ma'bu o'zimning ichki mal nima so'zim meniki texnik kompyuterdagi programmalik so'zim o'zimniki buningda shunaq nima update status 0 bo'lganini teppa deb nim qilib chiqarib beradi. Masalan, bir odamning kanalining sizning kanaliningki videoninki qanchalik darajada masalan update qilib turibsizlar
qanchalik darajada buni ko'rib monitor qilib suzib chiqarish mumkinmi yoqdi-chu? Bu Mesela devletimiz ulab qolib qolsa, shu tor nimasidagi status chiqarib desa, 10-20-30 odamning ishini bir kun bilan qildigan ish ekan hozir. O yavaşsı devlet lavkası Ahmet Ebu'dan da o bunda muşunda mürekkeplikne 10 katlı bittin, 100 katlı bittin la. Kıyıl çokum kılımız kıyıl buldu. Çokum kılış gerek oldu yani. Yani o devlet degen na çoğun gepin dersin. Mesela manada update'ni qilmagan desa, mesela pidayı bizde mada qıtım tatlı qaranlar. Manada mehnat bilan o'tgan hayat ishga deb doktor Erkin Sıdık'ның hayat geçmişleri degan videolarning 2017 yil 3-ayning 31 kun chiqarib sizlar. Ve aşu ne qilib qo'yapsizlar sizlar? Ya private qilib qo'ydinglar, sirtqa chiqmaydigan qilib qo'ydinglar. Ya juvetdinglar, ya sirtqa chiqmaydigan qilib qo'ydinglar shuncha. Uqdinglarmi? Masalan, bu bizimni agar siz private qilsanglar ya juvatsanglar, YouTube sizni ko'rsatmaydi. Amma men ko'raman. Masalanchi, men tushundinglarmi? Mush farq shunaqa yerdalqa farq shunaqa yerda. Amma masalan Uyg'urda tanlangandan keyin 50'den artık videosu var adamның listesini çıkarıp desem 50'de artık videosu var adamның listesini çıkarıp verdi. Degendek Maya'da 300'den artık videosu var adam çıkarıp desem 300'den aşk videosu var adam çıkarıp verdi degendek. Maya'da anda güzel degen sözünü izledik. Uygurlarның içinden güzel degen sözüne. Hadi meselen deylik Mesela bir farklı bir narsani qilib baqqana mesela turpan dedik. Turpan yani qarasanglar mayada turpan nimasiga munosabatlik nimasini ko'rsatib bergilik masalanchi izleş hem de onundan başka qaranglar. Hazır gerçi bütün videonun hemiste mesela ma channel sizning channel bo'lishi kerak. Qachon vaqti mesela pida yapan mesela 6. ayının 3. günki san bo'yicha sizning 6. ayga tava 3 tal video var ekan. 5. ayda 9 videolarınız var ekan. Eng jiqug'ini 22 2018 yıl 7. ayken onu özel bilsizlerdi. Mesela bizge o 2. ayının 19 2018 yıldık. Onun başka bir 6-4 degendek her neyse şunu gündemi boyunca. Mesela manada alaka mesela bir videonun adresini belgende qaysi video ve kim kitaba nimelerine, başka uçurlarına, nimelerine gösterip qilib mesela bu Uyg'urda tanlanganning bizning videosi ekan degandek shuning uçurları tek videoning. Endi kanalning ichida mesela biz bu yerda piray deb izladik. Ulkan sizning deganinglar bo'yicha siz o'zinglar dedinglar baş ikki chan piray bor ekan desam, birisi ikkilisi meniki, birisini unutib qolibman dedinglar. Mesela yani şunun uçurları uqdinglarmi? Bundaq şekil mesela bazı Uyg'urlar shunaqa unutib qoladi. Bazı Uyg'urlar xato qiladi. Men shu YouTube'dagi xato nim qilayotgan ba'zi shu mesela sizga bir narsani misol qilib beradi. Same Uyg'ur degan bir user YouTube'da şunun hozir nimasi channel bloklab ketganlik. Ashuningmi yaxshi videolari bor. Abi men Sultan degan ne dedim? Bak Save Uyg'ur degan. Ammo uning update nimasini men mayaqdan kuzatib qarsam, o'zgarish tartibi qilib qarsam, keyinsida Hindistan Times of India deb Hindistan Times gazetining nimasiga o'zgarib ketibdi channel
Çöküp ketdim bu qanday degan gap. Keyin izlanib o'ylab qarasam, bir narsani tushundimki, bizning Uyg'urlar bir yer o'tirib kompyuter ishlashsa, vaqt to'shchi qo'poplam ketadi. Aning log out qilib chiqib ketmasa, ba'zi ashundaq bir to'g'ri ishlatmaslik sababi bilan boshqa bir tarafninki qo'lga o'tib ketishi ehtimollik bor. Bu bir. İkinci birisi. Bizim Uyg'urlar ishini shu ma video ishlarkan ekan bo'libmi shu YouTube video chiqarish nimasini farqli IP'dan bo'lsin deb proxy ishlatadi Uyg'urlar. Bu proxy degan narsani men burun bultu 7-oyning 21-kuniga internet bexatarligi degan programma dedim. Bultu 8-oyning 21-kuniga istixbarat degan programdim dedim. Men shuni yan tavsiya qilaman. Sizning Uyg'urlar shuningdan ko'rsangiz tushunib olsizlar. Proxy'ni ishlatganlar to'g'ri ishlatmasa, proxy'ni to'liq bexatar deb o'ylab ketmangiz. Sizlar proxy orqali farqli IP bilan YouTube kiradiganlar, lekin proxy'ni bigog baga adam, bigog bir sababini bilmaysizlar. Ben ishonmanki, ashunaq yerdan bigog proxy ishlatsanglar, ehtimol sizlar datangni süzgüçlerden bağlıqını yani keskin hemiz istese qiyğıl bol texniklik cihetdə. Aşınaq bir yerdən qılıb şunun o adam elib, o süzgüçü elib, o kanalını ne qılıb getdim, paydalanıb getdim ha. Ben bu şunun gəlgəncək bilməyəm. Amma işim etişdə, aşım Uyğurlar yaxşı video, münasibətlik yaxşı videonu çıxırıb atqa Uyğur deyə misal qasaqçı. Muşunaq nəticəyə Uyğurlu bağımdı. Yaxşının qıvatqan. Lekin şununla hazır Xitay muşunaq qəsləb, muşunaq ücrü qılıb qılğa iş olub qalsa, çoxumdiki çoxum. Mən hazır bir qoqunuşluq bir nərsini deyilsin. Xitay vətəndikini aşında qavlıq qıldı. Muş çətalını tüp-tüz pakis qılıb, yox tüp. Xitayның aşınçı bulamət niyeti busuq aşınaq bolsa, biz Uyğurlar qarab oturamdıq. Bəzi oylab kitmə. Şunu ne qilsam, o'ylsam bizdagi insonlarga o'zining tirishib, qilmayotgan qarab shu nima qilib qolma. Ammo shunlashqa deyman, maningda YouTube'dagi ya'ni videoning butun Uyg'urlarga munosabat cho'ng arxiv bamdi ma'lum. Yani xəbərin neçə illik taşlab qoyub ekan, məsələn 2010 taşlab qoyulmaz, 9 illik şunun bir şey qurdun, konu niməni tip çıxıb məğın durub, həm nəsin toqqum qıysaq, muşu aşınaq cıq nim qıb gitirdi, işib gitirdi, yəni bək cıq sanı. Məsələn, məxsus bir kanalınınla uçurub pidayı biz deyənim, uç qoğun üçün muşunun münasibətlik nimisini uç qo'lim qildim. Jami 352 tane video oranı var ki, abiyatdan qidigan kunimiz 6-oyning 3-kunki oxirgi update ekan. Shunda yo'q, kanal 5-oyning 23 ekan, 6-oyning 23 6-oyning 3-ki men 30 bir nimini balkim araydan anda nim qilib chiqdim, men bir tekshirib qildim. Jami sizlar kanalda 712 mingdan şu günsüdə 712 ming 291 qitim bütün videonun ko'rinish soni 3000 tane subscriberlar var ekan. Degandek uçurulurlar hamda. Hamda ma'va Uyghur Club TV ma'm uçurilib ketgan kanalning birisi. Şuna bu ucurlab ketibdi Uyg'ur Club TV degan qilishim burunqi nimangiz. Keyin yana birini ishlab, yana Uyg'ur Club TV qilib dastlab o'zingizning ismini bilan qilib ekansiz, keyin uni o'zgartirib, yana Uyg'ur Club deb qilibsiz masalan. Agar ko'rsangiz mushaqcha, ya'ni shuni qancha o'zgartganingizni qanday yuyilib ketganini masalan mush jumlani ko'rib o'tiramiz masalancha. Ko'rib nimqa o'rtag'il bo'ldi masalan. O'rtasiyalik vatandaşımız var. Ömerci efendim, mesela şu akont juyilib ketgan bo'lsa,
akkordni o'chirib etgan, blok qilib etgan avval aslida uning yo'llagan materiallarini topgan olmamda. Hozir mas'ul o'sha. Shuning nimasi mening qo'limda bor. Mushuni haqlar bak Uyg'urlarning ba'zi qarab biz xafa mushunchilikmi deb qolma. Ne o'qigan odamlar. Qaranglar. Mushunaq uchurlar bor. Mening qo'lim mush. Yani demakchi masalan Sultan yo'q. Sultan 753 mi 573 mi aş edenning binaslari bormi hozir? Yo'q. Google'da yok, YouTube'da yok. Fakat uchurlab ketaylik. Ama onun aşı videosunun 2000 videosunun detaylı uçuru mende var. Uçuru. He. Yani şunun için nemi yoqab kitip bardı, nemi turvatıdı, nemi yoqab kitip bardı, bunu analiz qilib chiqib oluyor. Şunu mening tavsiyalarim. Ben şu jimilni uzun yıl qildim, azıq dedim, o'tirib chiqamdim, yo'shirib keldim, demedim, ovozim chiqarmay, intim chiqarmay ishlab keldim. O'kanda 2016 to'xtatib qo'ydim 3 yilni oldida. Keyin endi o'kanda bultum ölüşüyorsa yazmada nima qilgan ekan erkenken bu desem bazı vatandaşlar tushunibdi deganimni yaxshi nima qilibdi ammo ba'zi qopab voy manda qilish tamam o'tirib chiqib ishlang unda bo'lsa shuni haqlar og'zi deydi ekan bizning Uyg'urlar shu insonlarning hammasiga deyman bu haqiqatdan qochonmaysiz hammadan shaxsan mening kallam men shu yozganimni ko'rdim tamam küttük yok bir narsa çıkmayın. Unda demek ki ben demenken ki buna uzun müddet vaqt ketdi qaranglar. Uzun müddet ishlash kuchash kerak bo'ldi qaranglar. Undan keyin buningga vatan ashuna millat ruhim bo'lish kerak, ashuna texnikani bilish ketdi qaranglar. Edemli manda üç qaraysiz. Texnikin bilemdi o da iste. Bu bir işin yaraydığa yaramazlık bir amil olsa. İkincisi, Jürkide Uygur'a faydalık olsun deyiş mümkün. Ağzı da hem edem değil o. Ağzı tıkepini çöğürtünüz bundan ki. Onda kaçan onda edem mıncıl yaşamaydı ki. Yani Jürkide deyiş mümkün de ama şuna ağzı demedem dedi ama jürkid dese mümkün de şunun işinişkin bulur tamam ama şu herkes bağlaydı onu. Hiç kim onda bütün hem narsani süzüp ko'radi. Üçüncüsü bunun bir pidakarlık qilish ro'yiti bormi yo'qmi? Ha, bu bir muhim omilning birisi. Ve to'rtinchisi sharoiti bormi yo'qmi? Bu muhim omilning birisi. Beşincisi bunun başka bir nimesi bulamdı, maksatı bulam bulmandı. Bu insanlar birazını düşünüyorlar, eğer istese süpsüzük bu neslini körep çıkarlaydı. Bu insanların kandak analiz kılsa, tefekkür kılsa, insanların ben onu fıkmayım ama müşnak nimkıldığı var. Şuna derim üçülep ketkendim. Mende 2016 yılgacha skan qilganimning belgilari bor. Undan keyin kislop qapqas yo'q endi. Uyg'ur deb tanlangandan keyin ma bo'yicha redlab ba deb chiqirib ba dedim. Shu bu shuning keyin qandaq video Uyg'ur deb tanlangandan keyin qandaq video nima chiqirayotgandan keyin. Endi azıq gəlkə, məsələn, yəni bir məlumat var, Uyğurlar əsl qılsaq, yalnız Uyğur emas, bütün statistikçilik həmiz kerek olurğan nəsi var. Bizim tunci videolarımız 2005 yılı 7. ayının 9. günə yüklənib tikən YouTube'a. Uyğur münasibət, Uyğur ya Qashqa degəndək, izləyəndək aşnaq bir yıl sözlünün ki nimesi bilen çıkan tunci videolar 2005 yılı 2006 yılı hem yıl hesabı da kançilik ma degen gap
select count all and publish it from db3 group by extract year from publisher. Hemmesine sanını ve vaktine çıkarıp yıl boyunca yani videonun çıkan yıl boyunca reddep çıkarıp vergenge. Mesela en çok video çıkan yıl ise benim statistikimde kolda kalgan 95.749 2016 yıldaki 2016 yıllık tava. 2017 yılda ben dedim 2016 yılı toxtam 2017 2018 2009'dan hemmisi muş bir aydan biri işlep çıqqanlarım. Şundan muş maşının hemmisi ama 2017 2018 2019 muş bir aydan biri çıqqanlarım. 2015 66.000 tane video çıkıptı ve 2019 15.256, 2008, 2007, 2006 ve 2005. Ama ne devamlı update kılıp turuşup aşağı dedim ya bir önce vakit geçti o benim kılmışı azma ahir bir aydan biri koş kalırım var 2017, 2018, 2019 mu yani 15.000 desek ma 25.000 desek 41.000 tane video 41.000 tane video mu bir aydan biri koşalgalı ekan degende. Hem de ma statistikimi bir yakta nim kılanmaysızlar görenmeysizler. Ay hesabıda mesela qaysı ayıq təvə ay hesabıda çünki men planda muşunaq cümleni biz saklap kalgan bolsak bizim uçurulan məlumatlar kerek boludu. Statistiksel ölçeğimiz ve videonun ki kaynak keliş kaynakның türgü qarap turup tutulgan diskteki tutulgan ornunun nemesini hesaplap çıkışık doğru keledi. Çünkü bu bir tal, iki tal nəsə emas, bir tal, iki tal video emas YouTube'da mında saklap aldığan. Biz mayada net 100 minin gipin qavatımız. Yani onu ekilip bir taldan kolda oturap mında qılıp oturduğan onda iş olmaydı. Şuna ben muşuna nim qılıp körep bakkandım, qarasam en çık video çıkan ay 2014 yılı 12. ay ekan. En çık video çıkan ay 2014 yılı 12. ay ekan. Hem de bunun den yana aşına 300-200 dep kelip ahirisidan yana baki takmayanga ötüş kerekken. En az video çıkan ay yani 2005 2006'daki ay ekan. Çünkü 2017 11. ayda birisi depti mavi tahtoluq sıkan bolmap yani mening qiyqinimninki qaytadan yana nim qilishim kerak. Dedim ya kredit sistem to'shab ketibdi. Men 3 yil ishlatmab ekanman. 3 yil jarayonida o'liqa nim qilib turib ketib, deaktivate ulab kreditim nim qilib ketibdi. Uni qaytadan boshqa bir nimani to'xtatib turib boshqa bir nima bilan qilsak hozir burunqidek undaq bir nima yo'q. Shundaq Google degan navaytalik, YouTube degan qattiqlik chingulab ketib burunqa qaraganda hozir men shuni his qildim. Texniklik jihatda kontrol jihatda bu favqulodda shuni asta burunqidek tiz emas ana degan nimasi bek kuchli kontrollanadi shunga o'xshash degan gapdanga shuning ma'lumotlari yani eng jiq video chiqqan aqtim buni yani men yani shukurdan to'liq yani hammasini update qilib part time nim qilishim kerak bo'ladi. Hem de mavalik yani nakşı dep izlep Uygur dep qalınıkken nakşı izlep tip nim qılıp çıkarış gerek olganıkken. Hem silgi desem qarаңlar. Hem de detalları muşu yani bunu çekim kengaytip köpeytip qilish mumkin. Tamamen bu. Men şunu burunqi planımda ayrım bir website qılıp o'sha website'ga faqat Uyg'urlarga munosabat nimaninki indeksini nim qilib ashna bir narsani o'yildim. Hatto bir ayrim bir program qilib graphical interface nimasi qilib Windows ishlaydigan
Onun oldum ki onu doğru dep qarımdım. Torninki en yaxşı oldu ekan. Web torninki belen bo'ldi ekan. Şu hozirgi gapim shu. Endi shunga men oxirgi gaplik kelsak vaqtim oz qolibdi-ku. Oxirgi gaplik kelsak qaranglar. Yani muşandaq bir halda hozir bütün Uyg'urlar münasib mesela 250 ming 50 ming 200 ming 500 ming men yana pishki mangdusam vaqt chiqarsam bu ko'paydi. Men ishni 2017 8ninkini qayta skan qilib qilsam-ku. Un köpüydü, şunun bilen hem de yani muşundaq bir nimi var. Hem de Uygurlar tek mayada teklipken ki muyna bir binasını saklanıp kılış zörür. Eğer Xitay bizga ekilip xalqancha ekilip xalqa elim aşına izley jürüp Xitay aşına izley jürüp eğer aşına komplem bizimiz köpeytiverse Google uçuruveriverse işin ola ki cık binası kanmaydı. Uygurların chet elda turib bizimiz o'zimiz qo'g'dab qololmasak vatanda tozalayotib bordi. Vatanda tavbatini tozalayotib bordi. Naqsh musiqilni kitob, Uyg'urcha kitob mushnaq binasini yo'qotib borgan avvalda chet eldagi hozir qo'l uzatsa Xitoy mushniki uzatqandim ko'rdik. Bir yüzdek men 2016-yildan tortib hozirgacha bir yüzdek odamning o'chirib menda bir yüzning listasi bor. Kimlarninki o'chirilib ketganninki deganda va kimlarning qanchalik videosi bordi. Shu ko'rsatib qo'ydim, Sulton deganniki yani birisini ko'rsatib qo'ydim. Yani shunga o'xshash ma'lumotlar bizimlar. Bunda bilgilar alqisl nimadan topolmaysizlar. YouTube'dan topolmaysizlar. Yani bunda narsalar. Hamda deydiganim yani mushunaq bir narsani saqlab qolish. Men shu erkinkam ekan degandikan mush bir oydan birim çünkü ben bu binasını Uygurların içinde muş Xitay muşnaq yo'qotib bordi deb o'tiriq muşnaq gapni chiqargan adam men. Yillar burun ko'rib yetib amaliy nimasi dalil isbotma bugun kunlik ko'rsatib qo'ydim men ochiqcha. Yani bu Xitay buni qiladi. Ham shunga birdan bir chora cho'qimdiki mushning kopyasi Uygurlarning qo'lida bo'lishi shart. Masalan, bular bizningki xalq nurg'un xalq nimeleri var. Mesela deyilirken ki şu mekit meşrubu deysler, yaken meşrubu, atış meşrubu, Kaşgar'ınki, Kumlu'nunki, Turpan'ınki, Hocu'nun hocu bizde Loptur'un, Hoten'in karanlar. Bizde yamancık, bizim medeniyet nimimiz, eserlerimiz bekçik. Bizim medeniyetimiz bek kengri, bek çoğu medeniyetlik millet. Biz Uygurlar. Manın işininglar bu rast. Çünkü ben cık devlet bağan, cık devlet köyge edem, cık milletler bilen dost olgan, arlaşkan cık milletin tadqiq bakka edem. Ben şunu da keskin bilime, bizim medeniyetimiz nayet kendarlık, nayet üst. Bizim şunun çulamet, bizimlerimiz tutsa neçe 10 ming yıllık medeniyetimiz. Bunu ekilip Xitay bugün günlükte muşuna kaldı kılıp yok tutip kalsa, biz hiç olmadı degende vatandaş görünüşlerini, naqsh musiqalarini, sanat eserlerini saqlab qalammasak çataqma iş. Bu günah Uygurlarda. Ma'nan qaranglar. Şunun üçün Xitay qılı düşman to'g'ri. Ben bunu düşünüme Xitayning qilgan şuna biz deydigini tavsiyarim biz saqlab olaylik ki keyin mush tuğan tayyab binasini yo'qolib ketganda Xitoyni 1000 yil tilsak 1000 yil tillab o'tiraveramiz. İşininglar. Ama özümüz muşunu qo'l tiqib qilmoqcha Uyg'urlarning ichidan destek chiqib mush yo'lni cho'qim nim qilib chiqmoqcha hech kim nim qilmasin, menga hech kim buni anaqa nim qilib bermasin, deb bermasin, ishni amalga oshmaydi, aqmaydi, quruq nimga olinib ketdi, Uyg'urlar yo'qolib ketdi. Assimilyatsiyaning tizilishi. Shunga men anaqa nimda burun bir qarikamning qaribaratning bir maqolasi Uyg'urlar qancha yil kutirib turaladi. 2100-yilga borganda Uyg'urlarning medeniyeti, Uyg'ur medeniyeti saqlanan Uyg'urlarning tili saqlanadi, qo'g'dab qolalan Uyg'urlar degan gap. İnsanlarning farqli izlanishidan shunga bizning bir madaniy boyliqlarimizni o'zimiz tunuylik eng beshida Uyg'urlar va mushuni yo'qolishiga yo'l qo'ymaylik. Men shuni qachon
2017 olsa mesela haberni bunda bir şey kılışına 2004'te başladım Türkiye'de kim Kanada'ya geldim yolculuk bilen nimi taşlap 2007'de xiyal qilib ketganman mana hozir asıçça net yıllık emgekim toplangan bir narsalar nimalar turdi bunun qumdek vaqt ko'rinishini naqsh muziqani kuch ketadi energiya ketadi qaranglar bu az effort emas 2 saat namoyish chiqib qo'ygan yoki bu 2 qiz 4 qiz gap qilib gapmadan emas men jiq professorning gapini anglab cho'ng'iga odam bo'lg'achqa gapningmi nimasini bek yaxshi bilman unda mening hech shu odatki shu men xalqning gapi qaramayman kim nima ish qiladi har qanday odamning qilgan ishi qarayman ya'ni hem şuna ben qarab o'ylayman mushunaq bizmini saqlab qolaylik Uyg'urlar shu buningga mushu erkinga mushuni deb deyishgan endi buni shu qarasak eng oz degan chaqma qarang 450 ming danning gapi buning ichidan tozlaymiz qo'shimiz olamiz u bo'ladi u tabii u pok bilan bo'lib qolmaydi ashunga bir muncha vaqt ishlagan vaqtida bo'ladi ammo lekin vaqtida failni saqlab oldigan ishqa Uyg'urlar nima qilmay qolib qolsak keyin men mandaq degandim u bizmitdim u gaplar men hammani ko'rib o'tirganlik uchun bu yerda nima yo'qotganini u gapni men mening nazarimda shunday gapni qilganlar nimamda o'tolmaydi men nihoyat yaxshi bilaman keskin shaklda shunga Uyg'urlar cho'qim qilish kerak hamda nimaga kelsak disk bir narsa qaranglar hozir shu taxminan eng oz degan chog'da 20 terabayt disk bilan Uyg'urda tanlanganlarningki nimasini nim qilib bo'lamdi 20 terabayt deb tanlangan narsa bilan Uyg'urlarningki deb tanlanganninkini saqlab bo'lamdi degan narsa xiyol qilib o'ylab biqirlar agar alo anlatamsizlar men anlatmam Facebook'taki nimasi nahmaydan olunish kesildi YouTube'da manyotidi hamda shundayligini üzütüp qayta bağlaymi yoki YouTube'daki bütün bo'lgandan keyin shu yerdan ko'ryapsizmi meyling qanday qilsanglar ham shunlashqa deydiganim shunlashqa deydiganim mushuni biz o'zimiz projektlashtiraylik qaranglar erkinsizlik bilan shuni deyishdik lekin buning oz pul ketmaydi jiq pul ketadi qarang 20 terabayt disk boshlang'ich it's for start only buningga agar shundoq nimani ko'prakni nim qilmasak uni yana disk yana ko'payish kerak bo'ldi ya'ni buning disk xarjlaydigan pul yana ko'proq pul ketadi shunga bundaq bir narsani bir odamga qilsam mangalam desa men necha yillik emgakim turdi buning többiga chiqib men yana 5-10 ming dollar nimasi diskga xarjlab jim qilib qilg'im yo'q ya'ni men qildim men qo'llamdan keldigini mana Uyg'ur uqmaydigan Uyg'urlik uqtirib o'tib qo'ydim ko'rmagan bilmagan narsani ko'rsatib qo'ydim mana bu ko'rsatkil bo'lgan qismi ko'rsatkil bo'lmaydigan yoki digil bo'lmaydigan boshqa taraflarni o'zimda qolsin hem shunga uni deyishdiqa nima fikr tushibdi ya fikr tushganlik uchun buni qilmanglar so'zlamanglar ya gap dedi shunga so'zlamaydigan narsani saqlab so'zgil bo'lmaydigan narsani demidim degan kunlikchi faqatlam kerak bo'lgan narsaning o'zini shunga ashnaqa bir muncha pul ketdi shu projekt qilib nim qilnay deb deyishib qilgan endi shu erkin sidiq afandim shunga yo'lab men nim qilnay deb qilsa unda bo'lsa shu shunga disk to'plansa nimaga tushuntirib qo'ydim internetdan bir gigabit internetdan birini tepib kompyuterdan yaxshi bijirim kompyuterdan multizm kompyuterdan birini ilib butun disk nimalarni tayyor qilib qilsak bir yoqdan ya'ni bir muncha mening part time vaqtim ketib bir muncha ishlashim kerak bo'ladi shu vaqtida bir yoqdan saqlab nim qilib qila olmayman lekin hamda buni akilib har xil o'ylaydi ekan xalqlar nimani ko'rsatmang degan uchun men muhim narsani ko'rsatmadim degan kunlikcha
Şuna muşunga endi aşı diskiga öz project nimesiga küçeydiga adam bolsa men şu muş gapni erkinsilik bilan deyishgan keyinsida bu qılayni dedi keyin mandaq oldu qaç gün ma degan gapda muhim narsalar nim qilmasin chiqim yo'q muhim narsalar chiqmoqlar faqat aşı ko'rinishni bilan aşağılıqa kerak bo'lganning narsani bilan nimasi Şuna muşuna vaqtida eğer aşna saqlab nim qilib qolgan ish bo'lsa, şuna vatandaşlar eğer destek olma desa, eğer de erkinsilik efendim eğer aşı öz xalisa erkinsilik efendim aşı yolab chiqib, aşı pul yig'ib, mush nimaga qilsa, mushni qilsaq. Bo'lmasa vaqtida qilmasak, keyin vaqt o'tib ketgan vaqtida endan keyin vaqt o'tib ketganda men bilib gapim erkin emasman mush gapni-chi. Vaqt o'tib ketganda u vaqtida endan keyin hey deb qolsin, men mana fikrimni ochiq oshkor sundim, ya'ni-chi. Butun haqqan shunga bir qancha savol tushdi, jiddiy javoblash lazım deb o'ylayman. Yo'q, soat qarang, mening vaqtim yo'q. Qisqalam javoblaydi. Hozir men 2dan 15 da uydan chiqib bo'lishim kerak, 2da 17 o'tdi. Hozir mangmisam hozir chiqsam yugurishim kerak men-chi. Yugurib bolam maktabda ekanmisam bo'lmaydi. Mening vaqtim to'shib ketdi. Mayli. Bo'pti, dars vaqtingiz yetgan chog'da shu savol bo'lsa, undan men qaranglar. Savol bo'lsa, nim qilib qo'yinglar. Savol bo'lsa, yozib qo'yaveringlar. Tamam. Shu yozimchi men o'zim o'qib ko'ray. Savol bala yozib qo'ysin. Ovoz uzilib qoldi. Aziz qarindoshlar, bugungi programmani asosiy mazmuni o'ttirga to'liq qo'yilib bo'ldi. Shu sabab tufaylidan takrorlamayman. Bugungi bu temada asosan o'ttirga qo'yilgan mazmun internet dunyosida o'zimizga aloqador bo'lgan uchur ma'lumotlarni saqlash tashabbusi o'ttirga qo'yildi. Ba'zan qarindoshlarning bu ishni o'z oldiga qilayotganligi ma'lum, ammo Ömercan efendimninki o'zi ijod qilib chiqqan bu sistemaga qaragan chog'da qisqa yo'l bilan cho'ng unum qozongan olgan, kuch tejab qolgan olgan bir qisqa yo'l ekan. Buni mush sohaga qiziqadigan yoki ish qilayotgan qarindoshlar bo'lsa, Ömercan bo'ri qarindishimiz bilan bevosita ko'rishish orqali o'zinglar bir kelishib baqsanglar texnik jihatdan belkim ko'p yaxshiliklar o'tirib chiqadi deb o'ylaymiz. Bugungi davr texnik davr bo'lganligi uchun nurg'un narsalarni ketmen bilan joniga yoki bo'lqiga tayanib turib hal qilg'in olmaydi. Bugun dunyo bizni shu konuf taxtasi bilan boshqarayotgan ekan, dijital dunyodagi sirni bilgan, ochqichini qo'lga ola olgan insonlarimizning texnikasiga muhtojmiz. Şoň bu qarindişimiz bilen bolsa aloqa qilib, maqsad mudda haqida tafsili öz bilen paranlaş elip barsanglar. Şu mette milletning istiqboli uchun bir ish qo'shsanglar degan umidda biz. Ömercan efendimninki Facebook adresi Ömercan Böre deb bor. Undan boshqa qarab boqay. YouTube bilan aloqa qilsanglar nima bilan WhatsApp bilan onun bo'ladi. Mening hozir bu kompyuter qattama program qaytib oldi. Men izlanib boqay. Ömercanninki bevosita adres. Ikkinchi bir masala programning oxirgi bosqichiga kelgan chog'da Facebook'dagi nima daxliga chiqadi?
naq meydan tarqıtılışı. Şuna mecbur kaldık. Kesit desem Ömercan efendininki vaqti biraz qısıq kep kaldı. Vaqt qısıq olduğu için kesmedim. Facebook'taki ahırı bağınca üzülüp kaldı. YouTube'taki toluk boldu qarindaşlar. YouTube'daki kelgen qarindaşlar Facebook'taki braderlerge, görülmelerge tavsiye qilib qo'ysanglar. Men hozir YouTube'ga Facebook'taki akkaunt adresini yollab qo'ydim. Meşhedin uçuş arkalık köressanlar boludu. Vaqtinglarni sirab qilmaslik uchun, ko'p gap qo'yib xatolashib qolmasligim uchun sizlarni mishal uzday qarindoshlar. Bu bir yangilik, ya'ni qisqa yo'ldan ko'p unum qozongan bo'lgan. Mush saat tirishayotgan qarindoshlar uchun bir fursat bo'lsa, bu qarindishimizning qo'lini bir tutildi. Balkim qo'lida nurg'un proyektlar bor ekan, bizga ma'lum bo'lishicha, ya'ni bizning his qilishimizcha qarindishimizda xilijiq ilm bor. İnsanın xarakteri o bu başqa narsa. Ama şu ilimden foydalanish uchun bir aqlliroq bo'lsak, bir-birimizni qo'llasak, hammadan ko'klaymiz. Biz şu bugün ekranımız orqali shuni demoqchi bo'ldik. Texnik jihatda Ömerjanni haqli bilib, o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan narsaga biz sahna hazırladik. Hamkorlik nuqtasidan qarindoshlar o'zining aqlidan o'tganini qilsa bo'ladi. Aldığımız günlerde tekrar elib bormoqchi bo'lgan boshqa suhbatlarimizda sizlarni yana ekranimizda kutamiz inshaalloh. Birlikda Alloh bizga ato qilgan ne'matlardan tang bahramon bo'lamiz. Ko'p rahmat. Hammanglarni Alloh topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.